Demak, ikki yurt madhiyasi yangrab o'tdi. Uchrashuv boshlanish arafasida o'zimizliklar oq kiyimda harakat qilishda muxlisni topish qiyinroq. O'yin boshlandi. Omad qutilish kerak. Mana shu joydan zarba yo'llash kerak va top! Gol! Gol! Ha, penalti emas. Bizning golimiz Hasanov penalti ishlagan edi boya. Musaxonov oldinga borgan edi. Yaxshi uzatma. Mana bu yerda o'tdi, zarba uchun imkoniyat va gol! Zaminadan maydonga tushgan Jamshidbek Rustamov gol egasi. Ajoyib alda. Ideal harakatlar. Hasanov hozir Shukrulay hamma bitta-bittadan ursin derdi. Bu jamoa haqiqatan. Tugadi final. O'zbekiston U17 muborak bo'lsin.